Oqni oq, qorani qora deydigan vaqt keldi. Bizga bunday nonko'rlar kerak emas. Bugun Ishtixon tumani dehqon bozorini yeb bitirayotgan talonchi Jo'rayev Baxtiyor haqida gaplashamiz. Bu bozor yonidagi avtoturargoh va uning chekkasida Ishtixon dehqon bozorining 3 sotixlik stoyankasi joylashgan. Bu Jo'rayev Baxtiyor deganlari yeb to'ymas bola chiqdi. Bozorning, ya'ni davlatning yeridan ham cho'ntagini qappaytirish yo'lida foydalanadi. Ham hojatxona qurib, uni soqqa qilib yotibdi. Ham Ishtixon dehqon bozori zaxira ombori nomi ostida esa xalq ko'zini shamg'alatib, o'z manfaati yo'lida qator magazinlar qurib tashladi. Hokim, prokuror va mas'ul shaxslar bu yerlarni ko'ra turib, nima uchun chora ko'rmayapti ekan? Bu hojatxona va magazinlarning o'rni hozirgi kungacha hujjatda Ishtixon dehqon bozorining avtoturargohi bo'lib turibdi. Lekin Jo'rayev Baxtiyor men kadastr xodimiga $3000 pul berganman. Nasib bo'lsa hujjatlarni taq qilib beradi degan vajlar bilan bu barcha magazinlarni sotishga urinmoqda. O'g'ri bo'l, insofli bo'lsa. Yo'q, boyata, hali hammasi emas. Ha, albatta bu hammasi emas. Bu naveslar tadbirkorlarning peshona terisi bilan qurilgan. Bu uddaburon Jo'rayev Baxtiyor mana shu naveslarning qurilishiga bozorning nomiga davlat budjetidan 150 million imtiyozli pul ham ajratib olgan. Qani byudjetda puli? Hamma kistaga ketyapti. Muhtaram prezidentimizning aytayotgan gaplari bir tiyinga olmagan holda va davlatimizni qonun qoidalariga tupurgan holda Jo'rayev Baxtiyorning qilayotgan bu ishlari jinoyat emasmi? Bu Jo'rayev Baxtiyorga o'xshaganlar bozorkom sifatida korrupsion faoliyatni olib boraversa, O'zbekistonda qachon haqiqat bo'ladi? Mana. Erkin To'raqulov, To'raqulovaning o'g'li Shuhrat Daraga qo'shiq yozib beradi. Mana shu qo'shiq Erkin boni ertaga Hojijonam bilan Komil akalar ketdi. Ertaga Erkin akaning tug'ilgan kuni. Erkin akaning davra bir ekan payti menga aloqaga chiqqandan Komil aka shu tozli eshitdilar. Erkin akani hamma siz bilasizku. Erkin aka bilan bir kunda tug'ilganmiz general bilan. Hammasi ham. Men aytganman, bu payt erta kelsa eshigimiz darcha ochib beradi. Bizda bir iloji yo'q. Hammasi ham bo'ladi. Erkin Yo'ldashevdek insonning ham nomini sotibdi bu ahmoq. Bu videomizni Ishtixon mas'ullari ko'rib ko'rmaslikka olishlari turgan gap. Muhtaram prezidentim, o'zingiz bularga qattiqroq chora ko'ring. Birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.